O'tkir Hoshimov. Daftar hoshiyasidagi bitiklar. Bola edim. Kuz edi. So'rida dars qilib yotibman. Ammam bir burchakda mudrab o'tiribdi. Osmonda mezonlar uchadi. Qondek qizargan tok barglari ohista chayqaladi. O'rik xazonlari unsiz pirpirab to'kiladi. Bog' tomondan yakkash bir sado keladi. Tuk tuk tuk, tuk tuk tuk. G'ashga tegadi. Xayolingni qochiradi. Oxiri bo'lmadi. Ammamdan so'radim. Nima u, amma? Ammam cho'chib ko'zini ochadi. Nimani so'raysan, bolam? Anavi to'qillayotganida nima o'zi? Ammam bir zum quloq solib turdi. Keyin nosini tupurib jilmaydi. Qizilishton-ku. Nega hadeb to'qillatadi? Jonga tegdi-ku. Unaqa dema, bolam, dedi ammam xo'rsinib. Xudo uni shunga yaratgan. Daraxtning qurtini yeb tozalaydi. Uzoq jim qoldi-da, qo'shib qo'ydi. Qaniydi, Alloh odamzodning ko'nglidagi qurtlarni tozalaydigan shundoq jonivor yaratsa, hamma jannatga tusharmidi?